Abide tacıdarlığıdaki milyard sahnesi. Hürmetli aziz tomoshabinlar, ben Ro'zaxon Tudaxondan sizlarga o'tliq salom, oliy ehtirom, rahmat sizlarga. Mana bugun Abide şirketi tacıdarlığını ilib, Baray şirketi alayet qo'llab, Tahriy şirketi yaqindan hamkorlashib, milyard nomidagi sahnani qurib, bu orzuimga yetib oldim. Rahmat sizlarga. İcadiyat takdim eteyim. Biladigan bir so'q, bamni açık oldi deysizlar. Başqa yo'qdi, ha? Qo'limga tushdi. Toshmamad Boturning telefoni tinjibos. Kimning telefoni o'chiryapsan? Bir ishbaz aka. Bir ishbaz aka. Ha? Ha? Tishbag'il bo'ladimi? Yo'q, men o telefon teqi o. Tinji emas. Ya unda voqea yo'q-chi. Rast tinji emasmi aka? Yo'q, unda bo'lmadi. Faqat tinji emas. Yo'q. Yanfullarım sayrımaz oldu. Ma mening yanfunim emasmi aka? Qo'sh aka. Aka qilg'a. Yo'q. Davom etaymi? Nima deydi, rapamay turib oldi-ku. Qo'sh endi. Mushiqinda o'tganmiz, salom cho'q oyog'idan bir gap deb keldi. Odash Toshmamad Boturni shu maydonda ko'rima, yolg'iz yurdi, o'ziga o'zi so'zlab mengyotdi. O'zingdek bilimlarni alhamdulillah ishlatdi. Ansira qoldim odash, berib gaqilaymi desam, qo'rqdim, qaraylarim siq qo'yami deb. Ta'sir qildi dedi aka. Rost gap. Rost shumi aka shu? Ya endi ketmayman, unda ish yo'q. Voy bu. Dalil de bu. Materialni xil to'plab chiqibsan meni. Sahni mening aka nima qilsam bo'ladi? Endi aka yana bir savolim bor. Endi bunga men ishonmadim. Shaxsan men tijorat qilma. Lekin aka o'sha yerda bir gap chiqdi-ku. Men u odamdan sal deyishqadi bu xato gap qilma dedim. Desam, yo'q, buzoq bo'lmay ish ishlagandan oldim. Toshmamad Botur shu bir tijoratdagi bir ish qilmadi. 1 million pulni tiqib qo'yib ketibdi. Aldab ketibdi Toshmamad Boturni. Ben biz eski olduq, bir yaxshi o'g'lonimiz dedi. Ras aka 1 million ishlab oldi. Hadi tijoratga unda dasimiz, unda hech qanday ish yo'q ukam. Aldыңlarma 3 qitim depti. Aldamçılar. 3 milyon mu aka? Hechning qanday kechikligini endi bilyapman. Xo'sh aka, endi Toshmamad akamniki akasining uyi G'uljida men bilan bir yerda. Ammo hech samimiy o'xshaydi. Ras, men bek samimiy, yaxshi savol. Yaxshi o'tma, qarindoshlar bilan bek inoq ittifoq. Lekin bizning maldagi ayollar Belki ayollar endi soqamış Toshmamad qarindoshlar bilan bir ish bo'lib qopti, bir-birisi bilan qarashmaydigan bo'lyapti, bir iqtisodning gapimi, yap, jim turinglar ha. Bir pulma, nega bu ish qilib, sal bushtaq bir ziddiyat o'qib, ba'zi qarindoshlar bir-birisiga qarashmaydigan bo'lib qopti dedi aka. Bu rasmi aka, shu vaqtini ko'rsatgina bo'ldi. Qarindoshlar Miras qolgan diyatlash. Miras qolgan diyatlash. Nechtagda aka mirasni? Bir dayularni qop-qarolab kettirib Uy. Ya endi bu bir endi aqlga muvofiq ishlarni bunga javob beryapti Toshmamad akam. Endi aka menda masalan bizni haqlar birini so'rab qoladi, masalan yordam so'raydi, maslahat so'raydi, berimiz-ku. Chamimiz yetadigan narsani berimiz-ku. Ota-onalarimizga qilamiz, ayol bolalarimizga qilamiz, zibuzunat yapamiz, qo'limizdan kelganini berimiz haqa. Hozir Toshmamad Botur po'atadigan bo'yapti, yey. Onu ipirme yey. Mani ipirme bir fantaziyadek xalqning iqliq sig'maydigan bir nimlarni
İpirme deydiğim işte boğuptu deydim rasmı aka. Kılıkma hakem. Oynayıcılık pek gidek. Biz ne kılmıyor? Ay siz biz kadar kılmıyoruz hem de. Aynı birisi veriversiniz aka. Koyaş ne yapıp bir akınızı veriversiniz. Marisi bir tukununuzu bir gohok versiniz. Yarışarın mı evi de hem de. Tügüdüma deydiğanlara. Muşta mı gepler bak hem de siz doğruluk. Hem bir cevap versiniz buludu. Aldı bilen şu bizge kıymetli vaktini çıkarıp bizge energiya sarf qilib bizning gap so'zimizni qilib Allohga rahmat aytaman. Dunyoda hikoyasi yo'q odam mavjud emas. Biroq hamma hikoyaning naqsh bo'lib ketishi natayin. Qandaqdir biz o'rinlagan naqshlar xususiy o'zimizga vakillik qiladigan asarlar emas demoqchiman. Bu Allah'ın keynedin mi çık yapar. Rahmat, siz javobga tayyorlab bo'libsizga, men qo'yib ketdim ham. Endi menda bir gap tash Mehmet aka. Endi sizni men shunday yaxshi ko'raman aka. Men yaxshi ko'rgan tarafingiz bunda 3 tarafni yaxshi ko'raman. Birinchi adab axliqingiz, odimiyligingiz aka. Naqshlaringiz ham so'yoq, hammamizning qalbimizdan yuqori o'rin oldi. Sizning mush kiyim kiyishingizning o'zi bir san'at tash Mehmet akamning kiyimi. Ras yarashtirib kiydim. Ben taşmetkamda kiyip bakay dep yaman tirişip baktım. Uğruqludım ben ma. Fakat kılamadım ben, amal yok. Ya bir kemmem de iş kılıp. Hazır hem sizin kiyiminiz doğrultup bir gepler var da cemiyette mişmiş gepler var. Taşmetmak Batur bir keçilikki basa şu keçiliknin layık kılıp mezmunuga, manasıga, rengleriga maslaştırıp bir kur kostüm tiktirip kiyip vardı ki ikinci kıtım taşlap deydi ki. Başka faaliyet kiyip mi koymaydı ki? Diye muşta bir gap çıktı ki rasmıymış. Bunday gap yo'q. Çort yağışım aka. Chort yağı. Mevcut emas ko? Yo'q, unday ish yo'q. Xo'sh, vallah, Toshmatkamning menda bor rasmlarini bir qo'yib beringlar. Mana aka. Ma qizil kostyum, o'qinglar tegdik xatni. Gumnaya yangi pandur. Ma yangi pamidurga kiyib bordik. Yani ba, endi ilqi El Nuri Unzavudning politik kiyib olgan chapiningizni chiqaraman. Mana bu. Undiga xat bor kayinda, una. Qarang aka, rostda? Ha, so'z isbot bilan Toshmatga, shohmatchilar jamiyati, naqshchilar jamiyati degandek jamiyatlar bor-ku. Endi shohmatchilar jamiyati kiyib olgan kostyumlar. Damka o'ynaydiganmi shu qani? Otlar vaka oldida. Aka, Ispaniyaga nechanchi yil chiqqan? Bu so'qishtirishni aytgan chaqda. Chiqmagan, mani akamsiz mana. Bu so'qishtirishning do'mi shu. Yana birini. Mani men topamadim aka. Qaysi bu o'zingizdan? Tapamadım qayerga bu ekan. Hamda Yeşil Asma restoranining ichilish murasi. Ko'k Asmanning ichilish murasida shunga kiygan Gulshanlar, Shamsiyalar riyosatchilik qilgan hammamiz bor shu Ko'k Asman, ha? Bo'ldimi? Yana birini. Ya hamda. Mana bu Toshmatkamning haqiqiy turmushdagi Toshmatkam. Rahmat. Ballarga ballıpçı bulup oturup pişpegen. Rahmet canım aka sizge. Rahmat. Çakçaklarımı razı bulun aka. Rahmat. Aileniz katılacağım. Dediniz salamet. Sanat hayatınız tekimi güllek olsun. Toshmatkamni bir çavak bilen.
çaqçaqçığın gül çıktı ekan. Ha, hürmetlik. Aziz tomoshabinlar, hurmatli aziz mehmonlar. Sizlar uchun tayyorlagan bizning Milliard madaniyat tarqish sheritimizning Milliard chaqchaq sahnamizniki sizlar uchun tayyorlagan birinchi qismi mishada oxirlashdi. Mening chaqchaqlarim tugab qolgani yo'qmi, Xilmurat aka? Yana davomlashtiramiz. Rahmat sizlarga. Hürmetli aziz tomoshabinlar, bizning Milliard sahnasi programmamizning ajdorligini olgan o'rin Xinjiang Obida sherkiti. Alayda hamkorlashgan o'rin Baray tamoq yetkazish supsi. Qo'llagan o'rin Faxriy so'z chekish sherkiti. Milliard sahnasi Roza xunning ko'ngil to'g'risi